Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. 15 iyuldan dafn etish tartibida yangi talablar kuchaytirilayotgani, ayniqsa pensionerlar vafot etganda oila a'zolari qanday yo'l tutishi kerakligi haqida gaplashamiz. Bu masala har bir xonadonga tegishli. Chunki hech kim bunday holatga oldindan tayyor bo'lmaydi. Lekin aynan shu paytda hujjat, ruxsat, nafaqa, qabriston tartibi, dafn puli kabi masalalarda xatoga yo'l qo'yilsa, oila ortiqcha sarson bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun nimalar taqiqlanishi, nimalar o'zgarishi, kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa vahimaga tushmasligi kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p hollarda aynan kerak bo'lgan vaqtda topilmay qoladi. Avval dafn etish masalasida ko'p ishlar odat bo'yicha og'zaki kelishuv bilan mahalla yoki qabriston mas'ullari orqali hal qilinardi. Masalan, oilada keksaroq pensioner vafot etsa, qarindoshlar darhol mahallaga xabar berardi, shifokor chaqirilardi. Keyin qabriston mas'uli bilan gaplashib, joy belgilanardi. Ba'zan hujjatlar keyinroq rasmiylashtirilardi. Ba'zan o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma kechroq olinardi. Ba'zan esa marhumning pensiyasi, dafn nafaqasi yoki boshqa to'lovlar bo'yicha oila a'zolari aniq tartibni bilmay, eshitganiga qarab harakat qilardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundan iboratki, dafn etish jarayonida hujjatsiz, ruxsatsiz, ro'yxatsiz va tartibsiz harakat qilishga yo'l qo'yilmaydi. Bu yerda barcha pensionerlarga taqiqlanadi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Gap pensioner odamning dafn qilinishini taqiqlash haqida emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. Gap shundaki, pensioner vafot etganida ham, boshqa fuqarolar vafot etganida ham eski odat bo'yicha avval dafn qilamiz, keyin hujjat qilamiz degan yondashuv taqiqlanishi yoki keskin cheklanishi mumkin. Men buni oddiy qilib aytaman. Dafn etishdan oldin shaxsning vafoti tibbiy jihatdan qayd etilishi, o'lim sababi aniqlanishi, tegishli ma'lumotnoma olinishi, qabristondagi joy belgilanishi va ro'yxatga kiritilishi kerak. Ayniqsa pensiyalar bo'yicha yana bir nozik jihat bor. Vafot etgan shaxsning pensiyasi, dafn puli, meros, bank kartasi, kommunal imtiyozlar, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar masalasi keyin yuzaga chiqadi. Agar boshidan hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilsa, oila keyin bir necha idora eshigida yurishga majbur bo'ladi. Birinchi eng muhim qoida: vafot holati shifokor tomonidan tasdiqlanmasdan turib dafn ishini boshlash to'g'ri emas. Masalan, 78 yoshli pensioner otaxon uyda vafot etdi deylik. Qarindoshlar yosh katta edi, kasal edi, hammamiz bilamiz deb darhol dafn tayyorgarligini boshlasa, keyin muammo paydo bo'lishi mumkin. Chunki rasmiy tizim uchun hammamiz bilamiz degan gap yetarli emas. Shifokor kelib vafot faktini qayd etishi, zarur holatda tez yordam yoki poliklinika orqali ma'lumotnoma berilishi kerak. Ikkinchi qoida: qabristondagi joy masalasi faqat og'zaki kelishuv bilan hal qilinmasligi kerak. Oldin ayrim joylarda falon joy bizniki, otamning yoniga qo'yamiz, oilaviy joy bor deb aytilardi. Endi esa bunday holatda ham qabriston reyestri, mas'ul shaxsning yozuvi, mavjud joyning qonuniyligi tekshirilishi kerak. Chunki bir joy bir necha oilaga va'da qilingan bo'lishi, eski qabr chegarasi buzilishi yoki sanitariya masofasi saqlanmasligi mumkin. Uchinchi qoida: pensioner vafotidan keyin pensiya kartasidan pul yechish masalasi juda ehtiyotkorlikni talab qiladi. Ko'pchilik shunday deydi: onamning kartasida pensiyasi bor edi, o'zi aytgan, dafn xarajatiga ishlatinglar. Insoniy tomondan tushunarli. Lekin rasmiy tomondan qaralsa, shaxs vafot etgandan keyin uning bank kartasidan pul yechish har doim ham oddiy masala emas. Agar pensiya vafotdan keyingi davr uchun tushgan bo'lsa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Agar karta bo'yicha meros masalasi ochilsa, bank qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Shu sababli men doim maslahat beraman: pul masalasini hujjat bilan, qonuniy yo'l bilan hal qiling. To'rtinchi qoida: dafn nafaqasi yoki dafn puli kimga berilishini oldindan bilib olish kerak. Odatda bunday to'lov marhumni dafn etishni zimmasi olgan shaxsga beriladi. Bu farzand bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin, aka, uka yoki boshqa qarindosh bo'lishi mumkin. Lekin men o'g'liman, demak avtomatik menga beriladi degan qarash har doim ham ishlamaydi. Agar dafn xarajatlarini aslida boshqa farzand ko'targan bo'lsa, agar hujjatlarda boshqa shaxs ko'rsatilgan bo'lsa, agar ariza noto'g'ri yozilgan bo'lsa, to'lov kechikadi. Keling, real hayotga yaqin misol bilan tushuntiraman. Tabirin 2 yoshli pensioner buvi vafot etdi. Uning 3 farzandi bor.
Katta o'g'il Toshkentda, qizi Samarqandda, kichik o'g'il esa buvi bilan birga yashagan. Dafn xarajatining asosiy qismini kichik o'g'il qildi. Kafan, transport, qabriston xizmati mehmonlarni kutish uchun zarur xarajatlar. Lekin katta o'g'il kelib, men katta farzandman, dafn puli menga tegishli desa, idora bunga qarab qaror chiqarmaydi. Idora kim ariza bergani, kim hujjat topshirgani, marhumning o'lim guvohnomasi, daf etilganini tasdiqlovchi ma'lumot va boshqa talab qilinadigan hujjatlarga qaraydi. Shuning uchun oilada avval kelishib oling. Arizani kim beradi? Hisob raqam kimniki bo'ladi? Pul tushsa qanday taqsimlanadi? Yana bir misol. Dettibin yoshli otaxon pensioner, lekin u boshqa viloyatda farzandnikida vafot etdi. Doimiy ro'yxati esa tug'ilgan tumanida. Oila uni o'z qishlog'idagi qabristonga olib borib dafn qilmoqchi. Bu holatda ikki hudud masalasi chiqadi. Vafot qayd etilgan joy va dafn etiladigan joy. Bunda shifokor ma'lumotnomasi qayerdan olinadi? O'lim guvohnomasi qayerda rasmiylashtiriladi? Transportda olib ketish uchun qanday hujjat kerak? Qabriston joyi qayerda belgilanadi? Hammasi oldindan aniqlashtirilishi shart. Aks holda yo'lda yoki qabristonda savol tug'ilishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda uyida o'g'ir yotgan keksa pensioner bor oilalar. Men bu gapni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha tayyor turish uchun aytyapman. Agar oilada takozin 5 yoshli, 9 yoshli nogironligi bor, doimiy parvarishdagi inson bo'lsa, hujjatlari qayerda turibdi? Pasport yoki ID kartasi bormi? Pensiya daftarchasi yoki bank kartasi qayerda? Tibbiy hujjatlari qaysi poliklinikada? Mahalla mas'uli kim bularni bilib qo'yish kerak? Ikkinchi navbatda pensioner yolg'iz yashayotgan bo'lsa, qo'shnilar va qarindoshlar mas'uliyatli bo'lishi kerak. Masalan, bir amaki yolg'iz yashaydi. Pensiyasini o'zi oladi, farzandlari chet elda. Agar u vafot etsa, qo'shnilar yaxshi niyat bilan dafn ishini boshlab yuborishi mumkin. Lekin hujjat masalasida farzandlar vasiy yoki qonuniy vakil kerak bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun yolg'iz keksalar bo'yicha mahalla ijtimoiy xodimlar, yaqin qarindoshlar oldindan xabardor bo'lib turishi juda muhim. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz barcha hujjatlarni tartibli yuritsangiz, vafot holatida shifokorni chaqirsangiz, o'lim guvohnomasini rasmiylashtirsangiz, qabriston mas'uli bilan qonuniy tartibda ish qilsangiz, dafn nafaqasi uchun arizani o'z vaqtida topshirsangiz, sizga ortiqcha muammo bo'lmaydi. Yangi qoidalar odatda tartibli oilani qiynamaydi. Aksincha tartibsizlik, noqonuniy joy egallash, hujjatsiz dafn, pulni noto'g'ri olish kabi holatlarni kamaytirishga qaratiladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, vafot sababi aniq bo'lmasa, dafni tezlashtirishga urinmang. Keksalik, kasallik yoki yurak xuruji bo'lishi mumkin, lekin shifokor ko'rmasdan turib xulosa chiqarish xavfli. Agar keyin o'lim sababi bo'yicha savol tug'ilsa, oila qo'shimcha tekshiruvlarga duch keladi. Ayniqsa marhum yiqilgan bo'lsa, jarohat olgan bo'lsa, uyda yolg'iz topilgan bo'lsa, noma'lum dori ichgan bo'lsa, albatta tez yordam va tegishli organlar xabardor qilinishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensionerning oxirgi pensiyasi. Masalan, pensioner 10 iyul kuni pensiya oldi, 12 iyul kuni vafot etdi. Bu holatda olingan pensiya masalasi bir tartibda ko'riladi. Lekin pensioner 12 iyul kuni vafot etib, 18 iyul kuni kartasiga navbatdagi pensiya tushsa, oila baribir onamizniki edi deb ishlatib yuborsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Chunki vafotdan keyingi davr uchun hisoblangan to'lov qonuniy asosga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bank kartasiga tushgan har qanday pulni ishlatishdan oldin pensiya bo'limi yoki bankdan aniqlashtiring. Uchinchi nozik jihat, dafn xarajatlari uchun qarz olish. Ko'p oilalar shoshilinch holatda 5 million, 10 million, ba'zan 20 million so'mgacha qarz qiladi. Keyin dafn puli chiqadi, yopamiz deb o'ylaydi. Lekin dafn nafaqasi har doim ham siz o'ylagan miqdorda yoki siz kutgan muddatda tushmasligi mumkin. Ariza xato bo'lsa, hujjat yetishmasa, bank rekviziti noto'g'ri bo'lsa, to'lov cho'ziladi. Shuning uchun katta xarajatga kirishishdan oldin imkoningizni hisoblang. Marosimni obro' uchun emas, imkoniyatga qarab qiling. Dafnning asosiy talabi hurmat va tartib, ortiqcha isrofgarchilik emas. 4-chi nozik jihat, qabristonda pul berish va kvitansiya masalasi. Agar biror xizmat uchun to'lov qilinayotgan bo'lsa, imkon qadar rasmiy tasdiq so'rang. Masalan, joy tayyorlash, qazish, transport, maxsus xizmatlar uchun pul berildi. Keyin nizo chiqsa, men falon pul berganman degan gapni isbotlash qiyin.
Ayniqsa yangi tartibda qabriston joylari ro'yxatga olinishi, xizmatlar nazorat qilinishi, noqonuniy to'lovlar kamaytirilishi kerak. Shuning uchun har qanday to'lovda bu nima uchun, kimga qanday asosda deb so'rashdan uyalmang. 5-nozik jihat. Oilaviy qabr yoki oldindan ajratilgan joy. Ayrim oilalar bizning joyimiz bor deydi. Lekin o'sha joy hujjatda bormi? Qabriston rejasida ko'rsatilganmi? U yerda daf qilish sanitariya va masofa talablariga zid emasmi? Masalan, eski qabr ustiga yoki juda yaqin joyga dafn qilish mumkin. Emasligi holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun 15 iyuldan keyin bunday masalalarda bo'lmayotgan yoki hamma biladi degan dalil yetarli bo'lmasligi mumkin. Rasmiy mas'uldan tasdiq oling. 6-nozik jihat. Marhum boshqa davlatda yoki boshqa shaharda vafot etsa, pensioner farzandinikiga Rossiyaga, Qozog'istonga yoki boshqa joyga borgan bo'lishi mumkin. Agar u yerda vafot etsa, jasadni olib kelish, hujjatlarni tarjima qilish, konsullik tasdig'i, o'lim haqidagi hujjatni tan olish kabi masalalar chiqadi. Bu holatda oddiy mahalla tartibi yetmaydi. Avvalo o'sha davlatdagi rasmiy tibbiy hujjat, keyin konsullik yoki vakolatli idora bilan bog'lanish, transport qoidalarini bajarish kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda shoshilinch qaror qilmang, rasmiy yo'lni tanlang. 7-nozik jihat. Marhumning qarzlari va merosi. Pensioner vafotidan keyin uning nomida kredit, kommunal qarz, bank omonati, uy-joy ulushi yoki yer maydoni bo'lishi mumkin. Dafn hujjatlari keyinchalik meros ishida ham kerak bo'ladi. O'lim guvohnomasi yo'qolsa, ma'lumotlar noto'g'ri yozilsa, ism familiyada bitta harf xato bo'lsa ham, keyin notariusda muammo chiqadi. Shuning uchun o'lim guvohnomasini olayotganda marhumning ismi, familiyasi, tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumoti, vafot sanasi to'g'ri yozilganini diqqat bilan tekshiring. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Vafot holati yuz bersa, darhol tez yordamga yoki hududiy shifokorga xabar bering. Agar odam uyda vafot etgan bo'lsa, shifokor kelmaguncha va vafot fakti qayd etilmaguncha dafn bo'yicha yakuniy harakatlarni boshlamang. Bu insoniy jihatdan qiyin, lekin huquqiy jihatdan juda muhim. Ikkinchi qadam, marhumning hujjatlarini yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, nogironlik hujjati bo'lsa, tibbiy ma'lumotlari, bank kartasi ma'lumotlari. Yashash manzili bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni bitta papkaga soling. Shoshilinch paytda hujjat qidirish oilani yanada qiynaydi. 3-qadam, o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnomani oling. Bu hujjat keyingi rasmiy ishlarning asosi bo'ladi. Tibbiy ma'lumotnomasiz o'lim guvohnomasini rasmiylashtirish, dafn nafaqasini olish, meros ishini boshlash qiyinlashadi. 4-qadam. FHDG yoki tegishli davlat xizmatlari orqali o'lim guvohnomasini rasmiylashtiring. Hozir ko'p jarayonlar elektron tizim orqali amalga oshiriladi, lekin baribir hujjatdagi ma'lumotlarni tekshirish sizning vazifangiz. Bir harf xatosi ham keyin katta muammoga aylanishi mumkin. 5-qadam. Mahalla va qabriston mas'uli bilan bog'laning. Dafn joyi qayerda bo'ladi? Joy reyestrda bormi? Qanday tartibda belgilanadi? Qanday xizmatlar bor? Nimalar taqiqlangan? Bularni aniq so'rang. Keyin bilamiz demang. Dafn kuni har bir daqiqa qimmat. Shuning uchun oldindan aniqlik kerak. 6-qadam, dafn nafaqasi uchun ariza tayyorlang. Arizada marhumning ma'lumotlari, ariza beruvchining ma'lumotlari, qarindoshlik darajasi, dafn xarajatlarini kim zimmasiga olgani, bank hisob raqami yoki karta ma'lumotlari to'g'ri ko'rsatilishi kerak. Agar qaysi idoraga topshirishni bilmasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki hududiy ijtimoiy xizmatlardan aniqlashtiring. 7-qadam, bank kartasidagi pulga ehtiyot bo'ling. Marhum vafotdan keyin kartadan pul yetishdan oldin bank va pensiya bo'limidan maslahat oling. Agar pul qonuniy ravishda meros orqali olinishi kerak bo'lsa, notarius tartibi talab qilinadi. Parolni bilaman. Yechib olaman degan yondashuv keyin qarindoshlar o'rtasida nizo yoki idoraviy talabga olib kelishi mumkin. 8-qadam, barcha xarajatlarni yozib boring. Masalan, kafan uchun 700 ming so'm, transport uchun 1 million so'm, qabr tayyorlash uchun 20 million so'm, boshqa zarur xizmatlar uchun falon summa. Men bu ro'yxatni pul talashish uchun emas, oilada shaffoflik bo'lishi uchun tavsiya qilaman. Ayniqsa bir nechta farzand bo'lsa, kim qancha hissa qo'shgani aniq bo'lsa, keyin gap so'z kamayadi. 9-qadam, ortiqcha marosim va isrofgarchilikdan saqlaning. Yangi tartiblarning ruhida ham tartib, sanitariya, xavfsizlik va shaffoflik turadi. Dafn marosimi musobaqa emas.
ba'zi oilalar, odamlar nima deydi deb qarzga botadi. Men mutaxassis sifatida ham, hayotiy tajriba sifatida ham aytaman. Marhumga eng katta hurmat, uni qonuniy, pokiza, tartibli va duolar bilan kuzatishdir. 10-qadam, agar sizning oilangizda keksa pensioner bo'lsa, hozirdan profilaktik tayyorgarlik qiling. Bu yomon niyat emas, bu mas'uliyat. Hujjatlar qayerda? Shifokor kim? Mahalla raisi yoki mas'ul xodim kim? Farzandlarga kim xabar beradi? Bank kartasi masalasi qanday? Dafn joyi bo'yicha oilada kelishuv bormi? Bularni oldindan bilish keyin oila a'zolarini katta sarsonlikdan qutqaradi. Yana bir amaliy maslahat. Agar sizda noaniq savol bo'lsa, og'zaki gaplarga tayanmang. Qo'shnim shunday qilgan, falon kishi aytdi, internetda o'qidim degan ma'lumotlar yetarli emas. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalla, tibbiyot muassasasi, FHDYO, qabriston ma'muriyati, pensiya jamg'armasi bo'limi va bankdan alohida aniqlashtiring. Aynan sizning holatingizga mos javob oling. Demak, 15 iyuldan daf etish bo'yicha gapirilayotgan yangi tartiblarning asosiy ma'nosi shuki, pensioner vafot etganda ham, boshqa fuqaro vafot etganda ham hujjatsiz, ruxsatsiz, ro'yxatsiz va tartibsiz dafn qilishga yo'l qo'yilmaydi. Shifokor tasdig'i, o'lim guvohnomasi, qabriston joyining qonuniy belgilangani, dafn nafaqasi uchun to'g'ri ariza va pensiya to'lovlari bo'yicha ehtiyotkorlik juda muhim. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni oilangizdagi kattalar, farzandlar va yolg'iz yashaydigan keksasi bor qo'shnilar bilan bo'lishing. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda dafn etish tartibi bo'yicha qanday talablar bor? Odamlar eng ko'p qaysi muammoga duch kelmoqda? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bo'lsin, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu mavzular og'ir, lekin bilib qo'yish har birimiz uchun zarur.